Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga teplovoy nasos haqida, undan teplovoy nasosdan unumli foydalanish haqida qisqacha videolar haqida bermoqchimiz. Videolarimiz nimadan iborat bo'ladi? Teplovoy nasos qo'yilayotganda buferni yo'nqisi to'g'ri tanlash, o'zi buferning qanaqa foydasi bor? Ikkinchisi, teplovoy nasosdan ham isitishga, ham sovutishga foydalanilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Uni foydali tomonlari, zararli tomonlari. Undan tashqari buning ichiga tizimga quyiladigan suv quysa qanaqa ishlaydi, etilin glikol quysa tizim qanaqa ishlaydi, etilin glikol quyilayotganda nimalarga e'tibor berilishi kerak. Undan keyingisi bo'lsa, shu teplovoy nasosni binoga tanlayotganda nimalarga e'tibor berib tanlash kerak. Mana shular haqida bugun sizlar bilan shu videoda gaplashamiz. Xudo xolisa videomizni oxirigacha ko'ringlar. Inshaalloh foydali bo'ladi. Xo'p, birinchisidan boshlaymiz. Buferli yonks bizga nimaga kerak? Buferli yonks o'zi nima degan sizlarda savol bo'lishi mumkin. Buferli yonks bu bitta dumaloq idish, ichi bo'mbo'sh, ichida hech qanaqa narsa yo'q. Ichidagi devorlari yo emalirovaniy bo'lishi mumkin yoki nержавейка bo'lishi mumkin ichidagi devorlari. Endi ustidan bir xillarida shu gubka bilan izolyatsiya qilingan bo'ladi yoki penopoliuretan bilan izolyatsiya qilingan bo'ladi. Har xil izolyatsiyali buferli yonkslar bor. Buferli yonksi asosiy vazifasi nimaligini mana shu hozir hisob-kitobdan qisman ko'rib olamiz. Buferli yonks o'zi qanaqa tanlanadi? Deylik, bizning teplovoy nasosimiz bor. Teplovoy nasosimizning quvvati 20 kilovat deylik. 20 kilovat bo'lsa, buferli yonkisimizning ichidagi suv sig'imi 200 litr bo'lishi kerak. 200 litr bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki 1 kilovatga 10 litr suv hisobga olinadi. Agar sizlarni mana teplovoy nasosinglar 30 kilovat bo'lsa, buferli yonkisinglarning suv zaxirasi 300 litr bo'lishi kerak. Endi buferli yonks o'zi nimaga kerak degan sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, buferli yonksda hozir mana B deb yozib qo'ygan edim. Ma'notida o'zini maxsus havo chiqarib yuboradigan soldatchigi bo'ladi. Tagida bo'lsa bitta o'zini slivnoy krani bo'ladi. Mana bu oldida termometr bo'ladi. Ba'zi bir modellarda, ba'zi birlarda termometr qo'yadigan joyi yo'q. Xo'p, buferli yonkisi bizga afzallik tarafi teplovoy nasosda ichida mana shu buferli yonkisi masofasigacha bo'lgan suvni aylantirib turadigan nasos bor. Ya'ni suvni aylantiradigan sirkulyatsionniy nasos deyiladi. O'sha sirkulyatsionniy nasosni suv aylantirish tezligi juda ham katta. Haroratlar farqi bu joyda juda ham oraliq masofasi past. Ya'ni mana shu buferli yonkisimizdan agarda 65 gradus chiqib ketsa, qaytib kelish harorati 60 gradus bo'ladi. Ya'ni 65 borib 60 qaytib kelyapti. Haroratlar farqi, ya'ni delta T degan narsa 5 gradusga farq qilyapti. Shuning uchun delta T 5 deb yozilgan. Bu mana shu delta T ni 5 qilishga teplovoy nasos harakat qiladi. Endi biz hozir buferli yonkis qo'yganmiz. Bu yoqqa haroratlar farqini 5 gradus qilgan holatda 65 borib 60 qaytib kelyapti. Mana bu yerda aylanayotgan suvning tezligi juda ham tez. Endi atapleniyamizda bo'lsa, bunaqa tez aylanadigan suvning harorati bizning atapleniya tizimimizda yaxshi ishlamaydi. Atapleniyada qanaqa ishlaydi? Atapleniyada 65 borib bu yoqqa qaytib kelishi 20 gradus farq bo'ladi. 45 gradus qaytib kelishi kerak. Ya'ni bu yerda delta T 20 gradus bo'lishi kerak, delta T. Ya'ni o'sha misol uchun radiator deb olsak, batareya deb olsak, uyimizda ko'pchiligimizning uyida batareya bor, radiator bor. Radiatorga, mana radiator deb tasavvur qilsak, radiatorga podachadan suv kiryapti, obratkadan chiqyapti. Kirgan suvning harorati bu yoqda 65 bo'lsa, chiqishi 45 bo'lishi kerak. Kirishi suv, chiqishi sovuqroq bo'lishi kerak. O'shanda radiator o'ziga kirgan issiqlikni berib sovib chiqib ketishga ulguradi ichidagi suv. Shunaqa sekinlikda aylansa. Agarda
tez aylansa, mana shu narsa 65 borib, anaqa 60 qaytib keladigan bo'lsa, haroratlar farqini 5 gradus qilib qo'ysa, kirgan suv kirib, tez aylanib chiqib ketganning hisobiga batareya o'zidan yaxshi issiqlik bera olmay qoladi. Shuning uchun suvni aylanish tezligi muhim rol o'ynaydi bu yerda. Undan tashqari haddan tashqari tez aylanganiga tinch xonalarda ozgina shum berishi ham mumkin. Quloqqa eshitiladigan shum eshitilishi ham mumkin. Haddan tashqari tez aylanganiga. Endi bu yerda keyingi masala bizda mana shu tizimimizda, radiator konturlarimizda, to'pli pol konturlarimizda suvni tezligini o'zimizni kontrol qila olishimiz uchun o'rtada buferni yonks bo'lishi shart. Buferni bo'lmasa, biz bu narsani qila olmaymiz. Undan tashqari bu narsa buferni yonks teplovoy nasosga ham juda ham katta foydasi bor. Nimaga? Chunki teplovoy nasosning ichida kompressor bo'ladi. O'sha ichida aylanadigan o'zini gazini siqib aylanib haydaydigan kompressor bo'ladi. Kompressor buni ichini tez qizdirib, keyin dam olishga o'tib oladi. Dam olishga o'tgan hisobiga teplovoy nasos dam olib ishlaydi. Hadeb arzimagan gradusga bitta gradusga chiqib, arzimagan gradusda yana keyin sraz yana yonib, yana gradusga chiqib o'chib, yonib ishlab, kompressor buzilib qolishi mumkin agarda buferni yonks bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri tizimga ulab olsa. O'shani hisobiga buferni yonks bizani suv mashi teplovoy nasos agarda tizimini yaratadigan bo'lsa, yo'lida buferni bak bo'lishi shart. Buferni bak o'zi o'rtacha hisobda mana shu 1 kilovatga 10 litr rashyot olinadi. Agarda 10 litrdan kattaroq qo'yib yuboraman desanglar ham buni hech zarari yo'q. Misol uchun bir xil joylarda kattaroq idishlari bo'ladi. Mana shunaqani tayyor bor menda qo'yib yuboraman. Misol uchun 20 kilovatligi 300 litrlik qo'yib yuboraman desanglar ham 100 litr zapas bo'lishi bu hech qanaqa tizimga ortiqcha ta'sir qilmaydi. Xo'p, buferni yonks haqida qisman tushunchaga ega bo'ldinglar. Endi isitish va sovutish haqida ozgina gaplashamiz. Teplovoy nasosdan nimaga ham sovutishdan foydalanishimiz kerak degan savol tug'ilyapti bir xil insonlarda. Avvalambor, men bunga qanaqa qarayman? Misol uchun teplovoy nasos o'zi tegi qimmat narsa. U qimmat narsa bo'lgandan keyin uni yo'liga qo'yiladigan detallar ham qimmat bo'ladi. Deylik, mana shu tizimga siz qanaqadir bitta pul tiksangiz, tikkaningizdan keyin u tikkan pulingizni oqlash kerak. Avvalambor o'zini tan narxini chiqarib olish kerak u tizim. Tan narxini chiqarib olib, keyin sizga foyda ham keltirish kerak. Shuning uchun agar siz teplovoy nasos o'rnatganingizda uni tanlab o'sha ham sovutishga, ham isitishga foydalansa bo'ladigan qilib tizim yaratsangiz, yil 12 oy teplovoy nasosni yoqib, ishlatib, buni kuchini olib foydalansangiz bo'ladi. Shuning uchun u bunaqa yil 12 oy ishlasa, u avvalambor o'zini tez oqlaydi, keyin tez foydaga kirib ketadi. Shuning uchun teplovoy nasosni qo'yib tanlayotganda iloji boricha sovutishga ham tizimni tashkillashtirilsa foyda bo'ladi. Endi sovutish qilayotganda qanaqa sovutishni amalga oshiramiz xonadonlarda desanglar, hozir fan coil degan narsa chiqqan. Fan coilda har xillari bor. Misol bir xil binolarda bunda to'rtburchak bo'lib turadi, ishxonalarda bu napolniy fan coil deyiladi. Yerga qo'yiladigani, buni ham o'zini kilovat energiya ishlab chiqarish quvvati bor. Deylik, siz misol uchun 20 kilovatli, deylik 5 kilovatli fan coildan 4 ta tanladingizmi? Ya'ni 4 tasi 5 kilovatdan 20 kilovat bo'lyaptimi? Teplovoy nasosingiz ham quvvati o'shanga mos bo'lishi kerak. 20 kilovatli teplovoy nasos tanlayapsizmi? Fan coillaringiz ham quvvati 20 kilovat bo'lishi kerak. Bu fan coillarni kassetnisi bo'ladi. Patologiya bunda qo'yganda, bunda reshotkalari chiqib turadi. Undan tashqari kanalli fan coillar bor. Mana shu patolog qilinganda, patologning ichida qolib ketadi-da, qaysidir joydan havoni so'radigan reshotkasi qo'yiladi, qaysidir joydan havoni puflaydigan reshotkasi qo'yiladi. Kanalli fan coil deyiladi. Bu ham dizaynerskiy, ham estetik chiroyli chiqadi. Ertaga bitganda remontda hech qayerda xonada konditsioner ko'rinmaydi, lekin havo almashinuvi hisobiga bu yerdan so'rib, o'tdan qaysidir joydan puflab, xonani sovutishni ta'minlab beradi. Endi mana shu sovutishga tanlayotganda tizim qanaqa yaratiladi degan savol ham bor-da. Chunki sovutishda haroratlar farqi, borib kelish farqi boshqacha. Isitishda
haroratlar farqi borib kelishi boshqacha. Misol uchun radiator konturda deylik radiatorda haroratlar farqi delta T ni biz 20 deb olamiz. Cho'pli polda haroratlar farqi delta T si 10 olinadi. Sovutishda qanaqa desanglar, sovutishda delta T si sovutish. Delta T bunda 5 gradus bo'ladi. Ya'ni borib kelish suvni harorati 7 gradus borib, qaytib kelish harorati 12 gradus bo'ladi. Ya'ni sovuqroq borib turib, o'zini sovug'ini berib, issiqroq qaytib kelish kerak. Endi mana shu delta T 20, delta T 5 bularni kilovatga nisbatan suv aylanish tezligi 2 xil bo'ladi. Ya'ni misol uchun bizada tizimimizda deylik, misol uchun endi moslabroq tushuntiraman. Misol uchun 150 kvadratli yoki 200 kvadratli xonadonimiz bor. 200 kvadratli xonadonimiz bor. Maydoni jihatdan birinchi etajimiz 100 kvadrat, ikkinchi etajimiz 100 kvadrat deb olsa, ikkalovini qo'shsa 200 kvadrat. 200 kvadrat binoni bizni isitishimiz uchun deylik 20 kilovat energiya kerak deb olaylik. 20 kilovat energiyamiz kerak. 20 kilovat energiyada aylanish kerak bo'lgan suvni tonnasi bor. Ya'ni binoda biz o'tga 20 kilovat issiqlikni ichkariga kirgizishimiz uchun tizimda turbalarda, radiatorlarda aylanib yuradigan suvni litraji bor. O'sha suvni litraji delta T 20 da boshqacha bo'ladi, kamroq bo'ladi. Delta T 5 da suvni litraji kattaroq bo'ladi. Buni qanaqa chiqaramiz desak, 20 kilovat bo'lamiz 23.26 ga. Aylanish kerak bo'lgan suvni litraji 850 litr chiqyapti. Ana qo'rganim, butun qo'rganimiz edi. Bu litrda ko'rsatyapti bizga. Agar tonnaga o'giradigan bo'lsa 0.8 tonna, ya'ni 1 tonnaga yetmayapti. 0.8 tonna, 0.8,5 tonna. Xo'p. Aylanish kerak bo'lgan suvimizning litraji 20 kilovat uchun 23-26 ni qayerdan chiqarib oldim desanglar, 23-26 bizning tizimimizda haroratlar farqi radiatorda 20 gradusga to'g'ri kelyapti. Ya'ni podachamiz 65 borib, obrotkamiz 45 gradus qaytib kelyapti. Bu haroratlar farqi 20 bo'lganiga biz 20 ni ko'paytiramiz 1.163 ga. Chiqqan natijamiz bizda 23-26 bo'ladi. 20 ni ko'paytiramiz 1.163 ga. Mana 23-26 chiqdi. 23-26. Endi haroratlar farqi sovutishda bizda 5 gradus bo'lyapti. Mana 1.163 bizda suv. Bu suvni koeffitsiyenti. Suvni issiqlik tashuvchanlik koeffitsiyenti. Ya'ni agar biz tizimga suv quyadigan bo'lsa, mana shu koeffitsiyentni olamiz. Agarda biz suvga ko'pchilikni antifriz deb yoradi, etilen glikol o'zi qoidasi bo'yicha quyiladigan narsa. Shu etilen glikol quyiladigan bo'lsa, etilen glikolning o'zining koeffitsiyenti bor. O'sha etilen glikolning koeffitsiyenti haroratlar farqiga ko'paytirilsa, o'zini bo'lish kerak bo'lgan ma'lumotning nomeri chiqib keladi o'zini. O'sha koeffitsiyent olinadi. Har nima quyilsa tizimga, o'shani misol uchun bir xilla antifriz qo'yadi. O'sha antifrizni o'zini anaqasi bor. O'zini koeffitsiyenti bor, issiqlik tashuvchanlik, shu o'zini koeffitsiyenti hisobga olinadi, quyilayotganda tizimga. Endi bizda haroratlar farqi sovutishda 5 gradus bo'lyapti. Nima qilamiz? Endi 5 ni ko'paytiramiz 1.163 ga. Chiqayotgan sonimiz 5.8. Xo'p, bizda 5 ni ko'paytiramiz 1.163 ga. Chiqyapti javobimiz 5.8. Endi mana shu 5.8 ni 20 kilovatga bo'lamiz. Ya'ni 20 bo'lamiz 5.8. Chiqayotgan javob 3 tonna yu 440 litr. 3 anaqa zapasi bilan hisoblasa, deylik 3 tonna yu o'sha 500 litr 3,5 tonna desak ham bo'ladi. Ya'ni sovutishga bizda
Mana bu tizimda o'zi 850 litr chiqdi. Buni zapasi bilan 900 litr bizaga isitishga soatiga aylanish kerak bo'lgan suvni tonnasi bo'lsa, 20 kilovat energiyani olishimiz uchun, sovutishga bizada aylanish kerak bo'lgan suvni tonnasi 20 kilovat uchun bizada 20 kilovat uchun aylanish kerak bo'lgan suvni tonnasi 3,5 tonna chiqyapti. 3,5 tonna chiqyapti. Aynan mana shu tonnani, biz mana shu 3,5 tonna suvni saqlashimiz uchun bizada tizimimiz shunga mos bo'lish kerak. Deylik, отопленияda o'sha turbalarning diametrini tanlayotganimizda biz diametrlarni sovutishga nisbatan tanlasak, ertaga isitishga nisbatan tanlangan suv o'tdan bemalol aylanaveradi. Lekin ertaga isitishga turbani diametrini tanlab qo'yib, undan sovutishga bo'lgan suvni ob'yomini aylantiraman desanglar, o'tdagi diametr kichkinalik qiladi. Shuning uchun suvni aylanish tezligi bor o'zini. O'sha tanlanayotganda mana shu joyga e'tibor berish kerak. Tizimda shuni hisobiga ikki xil nasos qo'yiladi. Endi misol uchun bu nasoslarni ba'zi birlar bitta nasos bilan qilsa ham bo'ladi degan fikr bor. U to'g'ri, bitta nasos bilan qilsa ham bo'ladi, lekin unaqada kimdir aynan o'sha nasosni kuchini isitishga ishlatayotganda kuchini kamaytirib, sovutishga ishlatilayotganda kuchini ko'paytirib, kimdir borib turib uni nastroyka qilib turish kerak. Lekin nastroyka qilmasdan shunchaki o'chirib yoqish ishlatish orqali foydalanaman desanglar, yozgi kunida sovutishi nasosini yoqasizlar, fan coil orqali shu muzday suvni aylantirib uylarni sovut beradi. Yozgi kunida, qish kunida mana buni sovutishga deb qo'yaylik, misol uchun, mana buni bizada isitishga. Qish kunida bo'lsa, isitishga aylantiradigan nasosni yoqib qo'ysanglar, isitishga o'sha aylanadigan suvni kubaturasini aylantirib, sizlarning uyinglarni isitishi ta'minlab beradi. Qisqacha bo'lsa ham sizlarga shu narsa haqida tushuntirib ketaylik deb o'zimiz niyat qilgan edik. Shunga mana shu narsani tushuntirdik. Endi buni ichiga quyiladigan suv masalasi. Suv masalasi o'zi ko'pchilik mana shu tog'lardagi rayonlarda, yana ba'zi bir rayonlarda men dachaga aytilgan paytda bora olmay qolaman, vaqtida bora olmay qolsam, tizimda suv yaxlab, yorilib ketadi-ku degan fikrga boradi. Shuning uchun tizimga antifriz yoki o'sha etilen glikol quyishga harakat qilishadi. To'g'risini aytsam, men bu narsaga qarshiman, chunki bizada uyimizda isitish tizimi yoki sovutish tizimidan tashqari baribir ham issiq suv, sovuq suv turbalari bo'ladi. Biz issiq suv, sovuq suv turbasini ichiga etilen glikol qo'ya olmaymiz, chunki u ximiya, uning ichidan unaqalar yurish kerak emas, unaqa ximiya, zaharli narsalar yurish kerak emas. Baribir ham agarda yaxlaydi desanglar, o'sha issiq suv, sovuq suv turbasida ham oddiy ichimlik suv bo'ladi. Agar yaxlasa, u ham yaxlab ketadi. Misol uchun, atab meni yaxlamaydi-da, men yaxlamasin desanglar, baribir yaxlashga majbur bo'lib qoladi u ham. Shuning uchun oddiy suv quyiverish kerak. Nimaga oddiy suv quyish kerak desanglar, oddiy suvda birinchidan biz oddiy ichib yuradigan suvimizda zichligi kam. Etilen glikolli bo'lsa, zichligi katta. Zichligi katta bo'lgandan keyin u etilen glikolni o'zini quygandan keyin talablari bor. Tizimda o'sha misol uchun mana shu qo'limdagi narsani turba deb tasavvur qilsanglar, buni agar mana shundan suv yurish kerak bo'lsa, diametri mana shunaqa bo'lsa, etilen glikol yuradigan bo'lsa, diametri kattalashishga majbur bo'ladi. Keyin etilen glikolni ham o'zini tizimda ishlash muddati bor. Har 2 yilda, 3 yilda bir uning ichidan ozgina suvni oqizib, etilen glikolni holatini tekshirib turishimiz kerak, chunki u ishlagani sari yillar davomida quyulashadi. Quyulashgandan keyin tizimga nagruzka hosil qiladi, ya'ni qarshilik hosil qilib, tizimni yaxshi ishlamasligini ta'minlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshisi oddiy suv. Oddiy suv quyib turib, oddiy suvdan foydalangani eng yaxshisi. Keyin etilen glikol quyadigan bo'lsanglar, har doim qanaqadir bitta bochkada zapas etilen glikol turish kerak. Bizada ko'p holatlarda bo'ladi, o'sha etilen glikol zapas saqlab turadigan bochkasi bo'lmaydi-da, qayerdandir etilen glikol quyib olishga bochkalar qo'yib, uning ichida shlankada nasoslar orqali tortib zapravka qilishadi. Alohida bitta zapravishni joy qilishmaydi, bu birinchidan. Keyin sistemada suvni bosimi tushib ketsa,
o'sha etilen glikol qolmagan bo'lsa, shu joyga suv quyib turib, suv to'ldirib yuborishadi. Etilen glikol turgan joyga yoki o'sha antifriz turgan joyga agarda siz suv aralashtiradigan bo'lsangiz, tizim balchiqqa aylanib ketadi. U yerda u ishqorga aylanib ketib qoladi. Ishqorga aylanib loy bo'lib qoladi-da, ichkarida-da, balchiq qop-qora loyga aylanib qoladi-da. Shunaqangi qora loyga aylanib, ishqorga aylanib, bizani o'zimizni mana солнечный kollektorlar, quyosh orqali issiq suv ishlab chiqaradigan tizimlarni yaratamiz. U yerga biz endi tomda yurgani uchun etilen glikol qo'yishimiz kerak. Ba'zi bir klientlar o'sha biz boramiz, predelkaga borgan paytimizda oddiy suv quyib yuborgan bo'ladi. Arzimagan vaqtda qaysidir turbalarni teshib chiqadi-da. Yorib chiqadi. Shunaqangi ishqorga aylanib qolib, kislotaga aylanib, turbalarni yemirib teshib tashlaydi. Temir turbalarni, nержавейка turbalarni ham teshib tashlaydi. Shuning uchun etilen glikol quyilgan tizimni alohida bir zapas 100 litr, 50 litr etilen glikol saqlab qo'yish kerak edi. O'sha tizimni bosimi tushib ketsa, uni o'sha etilen glikol quyib turib to'ldirish kerak bo'ladi. Agarda suv quyiladigan bo'lsa, suvga unaqa narsa shart emas. Suv keyin har doim topsa bo'ladigan narsa. Keyin narx jihatdan ham etilen glikolga nisbatan ancha arzon. Misol uchun hozir yaxshi etilen glikolni $2, $2.5 atrofida turadi. Suv bo'lsa 1 litr unaqa narx emas. Endi mana shu suv quyadigan bo'lsa, tizimni biz qanaqa saqlaymiz? Teplovoy nasosim deylik tashqarida turibdi, ko'chada turibdi. Ichiga suv quyib qo'ydingiz. Har xil holat bo'lishi mumkin. Tok o'chib qolishi mumkin. Tok o'chib qolsa, buning ichidagi nasos suvni sirkulyatsiya qilmaydi, suv aylanmaydi. Aylanmagandan keyin sekin suv yaxlashni boshlaydi. Yaxlamasligi uchun nima qilishimiz kerak deyilsa, qo'limda turgan narsa Italiyani Barberi korxonasini mahsuloti. Mana bu narsa antizamерзающий klapan. Antizamерзающий klapan, ya'ni tizimdagi suvning o'sha harorati 4 gradusdan pasayishi boshlasa, bu klapan ochilib, tizimning ichidagi suvni sliv qilib to'kib yuboradi. Sliv qilib to'kib yuboradi. Bu narsani tizimga qo'yishdan foydali tarafi teplovoy nasosi ichidagi suv to'kilgan hisobiga buni yorilib ketmasligini ta'minlaymiz. Lekin bu yana bitta muammo ham hosil qilib qo'yishi mumkin. Shu muammo hosil bo'lmasligi uchun nima muammo desanglar, deylik misol uchun mana shu etilen glikol bu ferni yonqisga ulangan qismi deylik. Bizda mana qismi deylik mana shu qismi tashqarida turibdi, ko'chada. Chizuvni bu yoq tashqarida turibdi, mana bu yoq ichkarida, podvolda turibdi deylik. Misol uchun qanaqa bitta xonada turibdi deylik. Tashqarida turgan qismi tez muzlaydi. Muzlagandan keyin buning ichida mana shu tashqarida chiqish qismiga yoki bir xillik podachasiga ham обраткasiga ham qo'yishyapti. Mana bu anaqasiga, обраткasiga agarda sizlar o'sha klapanni qo'ysanglar deylik, antizamерзающий klapanni qo'yib turib, suvni sliv qilib to'kib yuborsa, to'kib yuborgan paytida ichkarida mana bu yerda normalniy zakrytый degan bitta kran bor, maxsus kran bor. Bu kran ichkarida turbani liniyasi turish kerak. Qo'limdagi shu narsa normalniy zakrytый kranni ko'rinishi bo'ladi. Endi bu diametri kichkinasi, 25 taligi. Buni diametri kattalari ham bor. Ko'rinishi shunga yaqin bo'ladi. Tasavvur qilishingiz uchun hozir olib tushib ko'rsatyapmiz. Buni normalniy открытыйsi bor, normalniy zakrytыйsi bor. Endi xudo xolisi ustinglar bilan maslahatlashsanglar, u sizga ikkalovini farqini tushuntirib beradi. Ko'rinishi shunaqa narsa bo'ladi, normalniy zakrytый kran. Bu narsa обраткаga qo'yilsa, podachasida bitta обратный klapan bo'lishi kerak. O'sha mana bu antizamерзающий klapan ishlab ketib qolib, o'zidagi bosimni chiqazib yuborgan paytida biyodiy butun tizimdagi suvlarimizni chiqib oqib ketib qolib, tizimga havo kirib qolmasligi uchun bizi tizimdagi bosimni saqlab qolishimiz uchun podachasining yo'liga обратный klapan, обраткasining yo'liga normalniy zakrytый kran qo'yishimiz kerak. Bu bizani o'zimizni muammoimizni kamaytirib beradi. Ertaga agarda polniy sliv ishlab ketib qolib, butun tizimdagi suv chiqib ketib qolsa, agarda mana bu sistemaga havosini chiqarish, ya'ni uni ishga tushirib yuborish degan narsa uchun yana borib vaqt sarflab, ortiqcha vaqtimizni sarflashimiz mumkin. Mana shu tizimni yaratayotganda shu joylarga ham e'tibor berib ketish kerak. Endi oxirgi narsamiz to'g'ri tanlash masalasi. Teplovoy nasosni to'g'ri tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Har bitta mahsulotni ishlab chiqarilganda, uni ishlab chiqarishdan maqsad bo'ladi. Misol uchun, teplovoy nasosni maqsadi isitishga qaratilgan.
chiller, konditsionerlarning maqsadi sovutishga qaratilgan. Shuning uchun chillerlarni sovutish kilovati kuchli bo'ladi isitishga nisbatan. Teplovoy nasosni maqsadi isitishga qaratilgani uchun buni isitish kilovati katta, sovutishga nisbatan. Shuning uchun siz agarda binoni teplovoy nasosdan sovutaman desanglar, teplovoy nasosdan sovutaman ham isitaman desanglar, teplovoy nasos tanlanayotganda sovutishga nisbatan tanlansa, u isitishda aniq yetadi. Aniq yetadi. Shuning uchun mana shu kichkina yuansiga e'tibor berib ketish kerak. Qanaqa bo'ladi desanglar, misol uchun agarda endi qisman bo'lsa ham aniq hisob-kitobga osonroq bo'lishi uchun deylik 20 kilovatli teplovoy nasos, o'sha anaqasi issiqlik beradigan nasos -30% qilsanglar, uni sovutishda 2 kilovat kelib chiqadi. Sovutishdagi bu zapasi bilan olinganda. O'sha mana shunaqa ozgina bo'lsa ham tanlayotganinglarda shu joylarga e'tibor bersanglar, xudo xolasa tanlovingiz yaxshi bo'ladi. Teplovoy nasosni oldingi qilgan videoyimizda teplovoyni bir xil o'ylashibdi. Teplovoy nasosni bizni yomonlab chiqib, kotyolni maqtab chiqqanga o'xshab qolgan ekanmiz. Sizlar teplovoy nasosni yomonlab, kotyolni maqtabsizlar deyishgan ekan. Biz hech qachon bitta mahsulotni yomonlamaymiz. Hamma mahsulotni o'zini sharoitidan kelib chiqib turib, joyidan kelib chiqib turib, tanlab qo'yishga tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizga obuna bo'lsanglar, xudo xolasa sizlarga shunaqa videolar, foydali videolar chiqarib turamiz. Xudo xolasa keyingi videolarimizni katta restoranlarda yoki katta zavodlar borki, issiq suvga talabi juda ham katta. O'sha issiq suvga talabi katta bo'lgan binolarga issiq suvni ishlab chiqarishi, uni to'g'ri taqsimlashi, hisob-kitobini qayerdan chiqarishi, xudo xolasa shu haqida video qilamiz. Bizga obuna bo'linglar, uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.